Sizden bir savol so'rab boqay. Tog'il atlardan boshqa yana nimada oq rang aralashib ketadi? Javobi ikki o'lchamli kod. Ikki o'lchamli koddan iborat bu rangsiz kichik katashlardan tarkib topgan naqish bizning turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qism bo'lib qoldi. Masalan, pul to'lash, hisobot yutkash, paranlashish, do'stlashish, torbat kirib hisobot nomeri elish, tomoqxonada tomoq yeyish qatorliqlar. Undaqda masala kelib chiqdi. Sinchaq salonning bugungi temasi ikki o'lchamli kod. Ikki o'lchamli kod zodi nerdan kelgan? Oldi bilan siziqli kodning uchur saqlashning oldingi sharti ikkilik sistemadagi hisoblash usuli. Chunki nima degan bilan insonlarning tili necha 10 ming xil bo'ladi. Bizning ishlatganimiz 1-2-3. Ularning ishlatgani 1-2-3. Yana ba'zilarning ishlatgani yechimisan. Kompyuter to'niyalaydigan mashina tili bo'lsa, ikkilik sistemadagi hisoblash qimmati. Mundaqcha aytganda, mohiyat jihatda savodsiz mashinalar faqat 0 bilan 1 ni to'niydi. Shunga mashinaning yoziqni farq etishi uchun olimlar oldi bilan odam ishlatgan tilni ikkilik sistemaga tarjima qilish kerak. Masalan, inglizcha 1 bilan xanj xatki birni ikkilik sistemadagi kodlashtirilgan 6 dona 0 va 1 bilan ifodalagan bo'ladi. Ikki o'lchamli kodki qarangli kichik katakcha 1 ga, oq rangli kichik katakcha 0 ga vakillik qiladi. Oq qora aralash naqshni birlashtirganda bir tiziq kod bo'ladi. Oldi bilan bizning uchurimizni ikki o'lchamli kod qilib tarjima qilamiz. Kodni skanerlaganda mashina kodni farqlantiradi. Ham kodning mos ma'nosini tepib chiqalaydi. Prinsipni asosini so'zlab bo'ldik. Biz endi ikkilik kodning tarixini so'zlab boqaylik. Ikkilik kodning asosiy bir o'lchamli kod, ya'ni tovar o'ralmasining orqasidagi tuyulsimon kod. 20-asrning 60-yillarda tilla bozorda ishlatilgan naqd pul mashinasiga faqat qo'l bilan bahoni kirgizishga to'g'ri keladi. Kunlab oylab barmoq bilan urganlik sababidan pul yo'qchining doim qo'l bag'ishning uyushib qilishini keltirib chiqaradi. Hatto payg'alipi yalluğga giribtar bo'ladi. 1974-yilga kelganda Ohio shtatidagi bir tilla bozori tuyulsimon kodni hisob qilish sistemasiga ishlatib, ondan bu qiyin masalani hal qildi. Tuyulsimon kodni skanerlaslar tovar uchuri bahosini kompyuterga yo'llay oladigan bo'ldi. Shunda qilib qulayli tuyulsimon kod tovar ishlatishda umumlashdi. Lekin kishilar tuyulsimon kodning texnik ko'p uchurlarni saqlashni umid qiladi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin bir o'lchamli tuyulsimon kodning faqat gorizontal yo'nalishda farq etadi. Uchurini saqlash sig'imi nihoyat cheklik. Shuning bilan 80-yillardan keyin har qaysi davlatlar orqa-orqadan uchur saqlash zapsi texnik cho'ng bo'lgan ikkilik kodni tadqiq qilib chiqdi. Buning ichida faqat 1994-yili Yaponiya tadqiq qilib yozgan QR kodi xanjxatning kodini qo'llaydi. Yo'nalishlik farqlantirish qo'shilgan. Uningga ko'p bo'lganda 7089 dona raqam, 1817 dona xanzucha yoki yaponcha xat patadi. QR degan so'zning ma'nosi tez inkos qaydira oladigan kod. Uning yon tarafida o'rin belgilash rolini o'ynaydigan uchas shaklli katakchi bor. Bu bizning kodni skanerlaganda yon telefonni qanday qo'yishimizdan qat'iy nazar uchurga erishishimizga kafolat qiladi. Talla bozoridagi tovarlarning tuyulsimon kodini misol olsak, ehtiyojlikdan egilib ketsa yoki chaplashib qolsa, qo'l yo'qchi kodni skanerlaganda cho'qim avval tuzlab yoki pokis surtganda onning kodni muvofiqlik skanerlag'ili bo'ladi. Ikki o'lchamli kodning 3 nuqtalik o'rin belgilash iqtidori o'tirdi. Ozroq kamchilik bo'lsa-mu, matematika prinsipidan foydalanib, eng dastlabki ko'p a'zoliq uchurga erishgili bo'lganligidan derak beradi. Undaqda sizning yana qaysi qiziqarli ishlarni bilgingiz bor? Yana sizmi inkos rayonida so'z qoldiring. Agar sinchaq salonning